Assalomu alaykum. Bugun mana sizlar bilan reading 1 testidagi ikkinchi passageni ko'ramiz. Mana bu yerda quyidagi tekst berilgan va 20 minutdan kamroq vaqt ichida bu matnni quyidagi savollarga birgalikda javob topamiz. Xo'p, nima qilamiz? Bu yerda ko'rinib turibdiki, qaysi savol turligini bilib olishimiz kerak. Yes, no, not given. Ya'ni bu turdagi savol turi odatda tartibda keladi. Masalan, aytaylik, 16-birinchi paragrafda kelayotgan bo'lsa, 17-savolga javobni asosan biz keyingi ikkinchi paragrafdan javob topamiz. Xo'p, nima qilamiz? Hozir ikkita savolni men birdaniga o'qib ketaman, sababi bu vaqtdan menga unumli foydalanish uchun yordam beradi. Qarang, London Zoo's advertisements are dishonest. Ya'ni o'sha London Zoo haqidagi yozilgan reklamalar ishonchsiz. Ya'ni bu yerda noto'g'ri targ'ib qilinayotgan bo'lishi mumkin, o'sha maqsadda kelyapti. Ikkinchisi bo'lsa nima deyapti? Ikkinchi savolimizda esa hayvonot bog'lari, qarang, 30 yil oldinga qadar, 30 yil avvalga qadar, ya'ni o'sha tabiatni muhofaza qilish dasturi bu conversation o'shanga hech qanaqa hissa qo'shmagan, unchalik ham katta, bu insignificant degani katta hissa qo'shmagan deyapti. Bu haqiqatmi, yo'qmi? Hozir buni ham biz ko'rib olamiz. Bizga keywordlar kerak. Bu kalit so'zlarni topib olamiz. Bu dishonest, ya'ni not true degan maqsadda bu advertisement. Okay, London Zoo, here the words. Okay, next qarab ketamiz. Hayvonot bog'lari va insignificant, balki buni sinonimi yoki antonimi kelishi mumkin. Contributions, conversation ended 30 years ago. All right, let's go. Ketdik. Qarang. Xo'p, keyword. Xo'p, mana advertisementlar kelyapti. Okay. Xo'p. Yaqindagina e'lon qilingan London Zoo haqidagi reklamalardan biri nima qildi? Mana caused me some irritation. Mana biroz ranjitdi. Chunki deb qarang. So, o'sha reklama haqiqatni ochiqchasiga nima qilgani, disaster, buzib ko'rsatgan edi. Ya'ni ko'rinadiki, bu yerda reklamada haqiqat aytilmagan, ishonarsiz, haqiqat bo'lmagan noto'g'ri ma'lumotlar berilgan. Bundan kelib chiqadiki, ya'ni bu nimamiz? Ya'ni London Zoo advertisement is honest. Yes. This is true. Yes. Okay, next go. Bu hozir mana shu yerdan birinchisini topdik. Endi ikkinchisi. Xo'p, bizga nima? Significant. Okay, significant so'zlari yordam berdi. 30 yil. Here is mana ikkinchi paragraf ketma-ket keladi degan edim. Ya'ni ko'ramiz. Haqiqatan ham o'zi hayvonot bog'lar oldinda nima haqida ko'ngilochar maskan joylari sifatida yaratilgan va ular keyin o'zlarini o'sha g'oyalarini qarang, didn't seriously rise. Mana bu rise significantga tortadi. 30 yil oldin o'sha yilga qadar hech qanaqa o'zini nimasini qo'shmagan, hissasini o'sha conversationga qo'shmagan. Wow, very good. Yes. It's also true. This is number 2. Okay. Bu yerda ko'rik, haqiqatdan ham hech qanaqa hissa qo'shmagan ekan. This is also yes, true. To'g'ri. Xo'p, keyingisi. Endi mana bu dokument haqida qanaqa turdagi, bu abbreviation bo'lib kelyapti. Buni uzaytirilgan varianti bu yoqda bor tekstda. Mana shu turdagi, ya'ni hujjat noma'lum bo'lgan, aytaylik, hech kim bilmagan, mashhur bo'lmagan, ya'ni Eastern Europe'da. Okay, next is va mana shu dokument o'sha hujjatdagi hayvonot bog'lari nima bilan, sinchkovlik bilan tekshirildi deyapti, tekshirilgan edi. Haqiqatmi yo'qmi buni ham ko'rib ketamiz. Endi qarang, mana shu turdagi dokument kelyaptimi? Hozir biz ikkitasini bittada urib ketishimiz kerak. Ya'ni mana shu dokumentni topsak agar, mana shu turdagi dokumentni topsak, uni nimalarni ham ko'rib ketamiz, objectiveslarni ham ko'rib ketamiz. Bu degani uni maqsadlari. Okay, let's go. Maqsadlarni ham ko'rib ketamiz. All right, here, hop. Bu mana o'sha dokument, mana uzaytirilgan variantda berilgan ekan. World Zoo Conservation Strategy degani. Ya'ni butun dunyo hayvonot bog'larini nima qilish, qo'llab atrof muhitini tozalash, yaxshilash strategiyasidagi
93-yilda nima qilingan, establish qilingan, ochilgan bu narsa. Okey, haqiqatdan ham endi qarang, o'sha narsa juda ham muhim keldi, yaxshi nima bo'ldi, hujjat bo'ldi deyapti, lekin nimaga bog'liq? Unrealistic optimismlarga asoslangan ekan, based on. Okay, nimaga unaqa deyishdi? Okay, here estimates deyapti, mana qarang, estimates there were about 10,000 zoos. Haqiqatdan ham dunyoda 10,000 talab hayvonot bog'lari mavjudligini tekshirgan va ulardan aytigi qarang, 1000tasi o'zini o'sha haqiqatdan ham ishtirokiga yarasha nimasiga capable collectionga egaligini ko'rsatgan, atigi 1000tasi. Okay, alright, very nice, ko'rdingizmi? Ya'ni bu yerda buni maqsadi nima? Buni maqsadi haqiqatdan ham o'sha bog'da o'sha hayvonlarga yarasha nima qilinyaptimi, yo'qmi, munosabatda bo'lyaptimi? Mana shu narsani, ya'ni birgalikda ishlatilyaptimi, o'sha muhofaza programmaga asosan ish qila olyaptimi, yo'qmi, o'shani ko'rish capableligini maqsadi o'sha ekan. Ya'ni hop, bu yerda hozir improve the caliber, no, bu yerda hech qanaqa improving haqida gap ketmagan. Objective hozir o'qidik, nima qilishidi? Mana identify zoos, haqiqatdan ham zo'larni aniqlash, ya'ni ular to'g'ri keladimi haqiqatdan ham mana shu programma ustida ishlashiga, praktikasiga yoki yo'qligini bilish. Bu yerda B javob. Lekin bu yer mana carefully inspected va Eastern Europe. Okay, Eastern Europe hozir bu yerda bor edi. Mana shu paragrafda ko'ramiz, qaraymiz. Mana. Of course, it's difficult to get accurate. Haqiqatdan ham kerakli datalarni topish qiyin. Lekin qarang, mana Eastern Europe so'zini topdik. I found that in a year of working in Eastern Europe, endi writerni o'zi aytayaptiki, o'sha yerda ishlagan Eastern Europe'da va qarang, deyarli haftasiga bittadan yangita hayvonot bog'larini kashf qila olgan bu narsa. Endi bu Eastern Europe'da qanaqa turdagi nimalar borligi haqida hech narsa yo'q, просто так yozuvchi shu yerda ishlaganligini aytib o'tib ketdi va o'sha joydan yangi hayvonot bog'larini kashf qilganligini aytib ketdi. Ya'niki bu yerda Eastern Europe'da bu dokument bor yoki yo'qligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Not given, okay? Xo'p, endi qarang, bu yerda haqiqatdan ham very careful inspect. Bu keyingi paragrafda berilgan, chunki bundan keyingisini o'qib ketamiz. Chunki bu haqida hali hech narsa o'qimadik va undan keyingisi ham bu aniq. Bu yerda secretli joy shu, keyingi paragrafda o'qiymiz mana va bu ko'rib ketamiz. Keyingisini ham o'qib ketamiz. Why does the writer refer to Robin Hill Adventure Park? Okay, bizga keywordlar kerak bo'ladi. Robin Hill Adventure Park asosan va writerni nimaga aytayotganligi, why sababini topamiz. Support qilishmi, criticize mi, illustrate weaknessmi, exemplary standardmi ko'ramiz. O'z aslida ko'ryapmizki, bu yerda asosan o'sha hujjatni nimasi yozilyapti, kamchiliklari haqida gap ketyapti. Chunki mana first failing of this document deyapti. Ikkinchida ham xuddi shu, mana shu hujjatni ko'ryapsizki, ikkinchi kamchiligi haqida gap ketyapti keyingi paragrafda ham. Nimaga bu hujjatda kamchiliklar chiqyapti? Haqiqatdan ham bu yerda agar aytyapti ikkinchi kamchiligi, nima deb yozsa ishonib ketaverasiz mana. Nay face. Sodda ishonuvchanlik bo'ladi. Haqiqatdan ham 1000ta deb yozdi, lekin uni nima qilyapti? Biz o'ylaymiz, borib, kimdir o'ylashi mumkin, bu narsalarni tekshiriladi, institutlar haqiqatda careful examine deb o'ylashi mumkin deyapti. Lekin turibdi qarang. Haqiqatdan careful examine qilinmas ekan shekilli. Bu kriteriyaga asosan deyapti, masalan, aytaylik, hammasi o'zi zudda ishlaydigan biron bir a'zosi bo'lishi mumkin. Hayvonot bog'ini yoki o'sha federatsiyani a'zosi bo'lishi mumkin. Shunchaki yetib ketishi mumkin. Aniq tekshiriladimi, yo'qmi? Bu aniq emas. Lekin men aytyapti, agar o'zini yaxshi nimalari bilan, pointlari bilan ishlaydigan bo'lsak, haqiqatdan ham o'sha a'zolar o'ziga yarasha standartlarni ko'radi, lekin baribir o'sha faktlar, yana keltiryapti fakt, bu narsani support qilmaydi. Bu degani bu haqiqatdan ham tinchkovlik bilan examen qilinmas ekan. Bu dokumentdagi hamma zo'lar qilinmas ekan. Ya'ni shuning uchun buni aytamiz. Zoos in the world select list for carefully inspected. No deymiz. Tinchkovlik bilan tekshirilmas ekan.
No one knew how animals were being. Bunisi keyingi paragrafdan, ya'ni deyapti Robin Hill Adventure Parkda hayvonlarga qilinayotgan munosabatdan hech kim xabardor bo'lmadi. Hech kim bilmadimi? Rostmi? O'shani ko'rib ketamiz va xuddi shu Robin Hill Parkni nimaga writer qo'shib ketyapti, hozir ko'ramiz. Значит, bu paragrafda ham kamchiligini bittasini, ikkinchi kamchiligini aytyapti. Значит, kamchiliklar davom etyapti. Qarang. Xuddi shu Amerika assotsiatsiyasini aytgan Robin Hill Parkni mana keyingi paragrafda ko'rishimiz mumkin. Xuddi mana chiroyli. O'sha kamchiliklar qatoriga o'sha Robin Hill Adventure Parkni ham qo'shgan. Ya'niki, haqiqatan mana qarang, juda ham ishonarli, ko'pgina nimalarni turistik zonaga jalb qiladigan park hisoblangan bu aslida. Lekin nimaga yopildi? Qarang, closed down. Nimaga? Chunki nima bitta o'sha veterinar inspektorning reporti ortidan yopilib ketdi bu. Значит, bu yerda o'sha bitta veterinar inspektor kelganda tekshir qilgan va o'sha oqibatida yopilgan. Bu ham kamchiligi haqida. Agar o'sha odam kelib veterinaringa kelib tekshirmaganda, может, agar hammasi yaxshi bo'lganda yopilmas edi. Значит, kamchilik buni aniq bila olamizki, bu yerda aynan kamchiligi yoki flaws yoki weakness bo'ladi. Okay, hech kim bilmadi degan gap yo'q, chunki bitta odam o'sha parkka tashrif buyurgan, veterinaringa kelib aytganki, hayvonlarga mana shunaqa degan munosabatda bo'linyapti yoki tozaligi yaxshi emas degan, o'shadan yopilgan. O'shaning uchun bu no bo'ladi. O'sha bitta odam bilgan o'sha animalga qanaqa treat qilinayotgan munosabatda bo'linayotganlik. Xo'p, keyingisini o'qiymiz. Colin Church was dissatisfied, with the treatment of the animals. Endi qarang, London zoo ichidagi hayvonlarga bo'layotgan munosabatdan mana shu Colin Church bu qoniqmadimi? Va keyingi question mana bu multiple choice degani ham o'qib ketamiz. What were the best described writer's response to Colin Church prediction? Okay. Xo'p, Colin Churchni predictioniga bu writerni bu menimcha undan keyingi paragrafda kelsa kerak. Buni ko'rib ketamiz. Hozir ko'ryaptik, qarang. Mana shu dokumentni, mana shu hujjatning nimalari, ikkilanishlari, o'sha nimaga kamchiliklar, qanaqa kamchiliklar va o'sha kamchiliklar olib kelgan omillar haqida so'rayapti bizdan. Hozir o'qidik o'sha narsani. Haqiqatan ham bu yerda number of unregistered, haqiqatan ham qarang, chunki nega buni olsak bo'ladi? Bu yerda kamchiligini o'qidik, mana ko'ryapsizlar. 1000 ta deb yozilgan, lekin o'sha 10,000 lekin 1000tasi o'zi nimasini yaxshi ish faoliyatini ko'rsatyapti. Qolganlari nimaga tekshirilmayapti? Undiscovered bo'lgani uchun ham o'sha kamchiligi, o'ta keyingi kamchiligi lack of money degan aytmadi bu haqda. Actions yo'q. Bunisi bor. Failure of the examine the standards of core zoos. Haqiqatan ham xuddi buni olsak bo'ladi. Mana shu yerda xuddi shu narsani deb mana ko'ryapsiz. Mana second floater, the first failing haqida gap ketdi. Mana shu dokumentni o'sha natijasida mana bitta adventure park yopilib ketdi. Xo'p, hozir ko'ramiz. Endi qarang. Hop, animals zoo declaration. Undan keyingisini o'qiymiz. Oxirgisini number of successful zoo conversation programs unsatisfactory. Bu dastur ichidagi bir nechta mashhur bo'lgan, aytaylik, muvaffaqiyatli hayvonot bog'lar ham nima unsatisfactory deyapti. To'g'rimi yo'q, uni ham ko'rib ketamiz. Hop, so federation no here situation worst what. Bu endi vaziyat juda yomonlashib boryapti. Qarang nimaga? Chunki o'tlarda World Scheme of the World haqiqatan ham mana shu World Zoo Conversation programmaga nima qilmayapti? Incorporating bo'lyapti. To'g'ri kelmayapti degani. Hop, even assuming that okay. Mana xuddi shu hamma standartga javob bera olyaptimi? Qarang, nima qilish uchun deyapti. Tan olishimiz kerak. U yerda zo'r facilitilar bormi yoki bo'lmasam o'zini ishiga jon kuydirib ishlaydiganlar bormi deb savol beryapti. Lekin bunga javob yo'q. Mana oxirgi question bilan tugayapti. Ko'ryapsizmi? Endi mana Colin Church haqida ketyapti. Okay, nima dedi? Argue, bahslashyapti, qarang. Agarda deyapti hamma mana bu
dunyodagi nimalar birga ishlashsa qimmat bog'lar birgalikda ana o'shanda deyapti eng kattaroq kengaytirishga ya'niki xavf ostida qolayotgan ya'ni quruqlikdagi suyaklilarni ham sut emizuvchilarni ham nima qilardik saqlab qolardik 2000 ga yaqin turini save deyapti qila olardik deb save deyapti lekin qila olmaganligini aytyapti afsuslanib. Xo'p, okey. Colin Church, yes, dissatisfied. Endi qarang, prosta bu saqlab qolardik degan, lekin imенно London zone ichiga borib turib, u yerda hayvonlarga yomon munosabat bildiryapti degan ma'lumotni o'qimadik, o'shaning uchun bu not given. Va number of the successful zoo conservation programs unsatisfactory. Haqiqatan ham mana hozir mana qarang. Ko'p deyapti bularning nimasi zonalar juda ham qay standartda bo'lib etyapti deyishimiz mumkin shum deb. Lekin unga yarasha o'sha yerda yaxshi trenerlar bormi yoki ishiga javob qiladiganlar bormi deb savol ketyapti. Bu ham ya'ni bu degani haqiqatan satisfactory emas, unsatisfactory. That's why it's yes. Okay? Bu yes bo'ladi. Keyin okay. Xo'p. Bu yana nimamiz qoldi qarang. Unrealistic aim. Haqiqatan nimaga unrealistic aim hozir ko'ramiz qarang. Bu yerda chunki nimasini aytgan ekan, unrealistic hozir keyingi paragrafda aytgan. Mana 2000 tasini saqlab qolgan bo'lardik agar birga ishlaganda deb Colin Church after aytib ketgan. Endi qarang. Bugungi kunda taxminan 16000 ga yaqin masalan turlari deyapti saqlab qolindi deyapti qarang saqlab qolindi deyapti-yu shunaqa joyda deyapti lekin bu narsaga biz card looked up ishona olamiz qarang chunki agarda deyapti 20 tasi o'sha turlari haqiqatdan ham shunaqa conversation o'sha programma muhitni saqlab qolish nima asosida ishlaganda edi deyapti boshqacha bo'lardi. Endi bu xalqaro konferensiyada o'tildi-ki 30 yil ilgari oldin o'tirilgan lekin bu narsa aytaylik nega deyapti 2000 ta saqlanib qolmadi atigi 20 ta saqlanib qoldi deb aytyapti qarang 30 yil oldin kashf qilindi-ku bu dastur o'sha hayvonlarni saqlab qolish ularga yaxshi munosabatda bo'lishyapti lekin nega Colin Church aytganidek mana avtor aytgan agarda zo'r ishlaganimizda edi 2000 tasini saqlab qolardik xavf ostidagilarni ko'paytirardik deyapti lekin bular atigi 20 tasini nima qilishgan saqlab qolishgan bu yerda 2000 ta qani o'sha nishonamiz qani o'sha biz orzu nima qilgan maqsadga erisha olmadik nega deb dissatisfied bo'lyapti endi ishonolmayapti endi bu yerda nima demoqchi qarang Colin Churchning predictioni nima bo'lgan bu yerda 2000 ta bo'lgan lekin bu nima bo'ldi 2000 ta disbelieving bo'ldi haqiqatdan ham ishonarsiz-da 2000 taga hech kim ishonmaydi qarang disbelieving bo'ldi okay. Endi bu yerda mana unrealistic aim bo'lgan 2000 ta ishonlar 2000 ta saqlab qolardik deyapti-yu lekin oxiriga borib save it nechta bo'lgan o'zi atigi 20 tagini saqlab qolganligi uchun buni ham ola olamiz ya'ni bu o'sha dokumentni ya'ni xalqaro hayvonlarni masalan tabiatini muhofaza qilish haqidagi strategiyaga nima bo'lyapti dabit bo'lyapti uni omillari kamchiligiga olib keladigan omillari haqida mana shunaqa that's enough bye